15 kun oldin kelganingizda nima muammolaringiz bor edi? Bosh og'riq, Bosh og'riq, yana xotira, xotira sustligi, xotirasizligi, aha, keyin vahima, qo'rquv, vahima, qo'rquv, boshda karaxt, bosh karaxt, hm, yana oyoq og'rig'i o'ng tarafda, o'ng oyog'ingiz og'rishi, o'tirg'ich nervlari anaqa edi, aha, og'rirdi. og'rir edi. Ichaklarda shish, Chap oyoqda shish bor edi. aha. Aha. Yana nima Yo'q, bor edi? ichaklarda shish, Ichaklaringiz shish, shishib turardi. tushkunlik, keyin Tushkunlik, oshqozon og'rig'i. oshqozon og'rig'i. Oshqozon qachon og'rirdi? Qorin ochqasa og'rirmidi? To'yib ketsa og'rirmidi? Yo doimiy o'zi bilib og'rirmidi? Oshqozonimda nimadir botib turganga o'xshardi. Aha. Nimadir botib tur. Hozir alhamdulillah уже anaqa qilganda 2-3 kunda bu yerga kelgandan keyin 2-3 kunda oshqozon og'rig'idan butunlay 100% ga xalos bo'ldim desam ham bo'laveradi. Hozir o'sha Alhamdulillah. yerda qorinni ichida oshqozon bormi, yo'qmi, bilinadimi, bilinmaydimi? Yo'q. Вообще men esimdan ham chiqib ketdi. Oshqozonim borligi mani esimda yo'q. O'zi sog'lom odamlar shunaqa. Sog'lomlar, mana bolalar, tabiatdagi bari jonzotlar barchasi qornini ichida oshqozon degan a'zo borligini eslamaydi hamda. Ovqatni yevoradi, u tarafdan o'zi yo'lini topib chiqib ketadi. Endi siz bosh og'rig'ingiz nima bo'ldi? Mani bosh og'rig'im bu yerga kelgandan keyin endi 3 demayman, 7 kunlarda уже yaxshi bo'ldi. Og'rimay qoldimi? Og'rimay qoldi. 2 kun, 3 kun o'tganda o'zi yarimta tabletka ichardim, chorak tabletka bilan ham уже boshim yaxshi bo'lib bosilib qoldi. U keyin bilmadimda, keyin anaqa eslasam уже boshim og'rimayotgan ekan. Yarim Bosh og'rimay qoldi. 4 dan 1 chorak tabletkada seda anaqalar ichardim, triptanlar. Aha. Hozir umuman dori ichmay qo'yganman. Yana bundan juda ham xursandman. Boshim karaxt bo'lib turadi deb yozgan ekansiz so'rovnomaga. Karaxt bo'lishi necha kunda, qanday bo'ldi? Karaxt bo'lishi bu yerga kelgandan keyin menimcha 10 kunlarda yaxshi bo'ldi-yu. Bilmayman. Kasallarim esimdan chiqib ketibdi. Bosh miya, to есть boshni ichida miya borligi bilinmay qoldimi? Ha, bilinmay qoldi. Yaxshi. Значит, karaxtlik yo'qolgan. Ana vahima, qo'rquvlar nima bo'ldi? Vahima, qo'rquvlar 7-8 kunda yo'q bo'ldi menda. Umuman yo'qolib qoldimi o'zidan o'zi? Ha, umuman vahima degan narsa nima u? Men bilmayman. Bemalol Toshkentda yuribsizmi? Bemalol yuribman Toshkentda. Malades, malades. Xotira qanday bo'ldi? Xotiram alhamdulillah yaxshi. Oldin yoshligingizda qanday yaxshi xotira bo'lgan bo'lsa, o'sha holatdami hozir? Undan ham yaxshi. Undan ham yaxshi. Necha kunda xotirangiz o'z holatiga qaytib oldi? 13 menimcha 13 12 mi shunaqa bo'lsa kerak. 12-13 kunlarda. Oyoqlar nima bo'ldi? Oyoqlarim bu yerga kelgandan keyin 2 kunda уже yaxshi bo'lib ketdi. Sizga kelib aytdim-ku. Metrodan anaqa erkak odamlardan ham o'tib ketib qopman. Shunda oyog'im og'riganini bilmabman deb. Sezmaganman-da. Xursandman, juda ham xursandman. Ichaklardagi shish nima bo'ldi? Ichaklardagi shish yaxshi, ular ham yaxshi bo'lib ketgan. Xo'p, tushkunlik nima bo'ldi? Tushkunlik yo'q menda. Men tushkunlik bilan kelmaganman desangiz. Hozir baxtli holatdamisiz? Ha, baxtliman. Malades, значит, tushkunlik yo'q, kayfiyatlar ko'tarik, to'g'rimi? Yaxshi, yaxshi. Umumiy olganda sog'lik necha foiz? Umumiy olganda sog'ligim 100%. 100%. Agar 100% dan yana ko'p bo'lganda aytardim, faqat 100% undan oshiq foiz yo'q. Mayli. Rahmat, sog' bo'ling. Mana shunday sog'likni ushlab tura olasizmi doim? Ha, ushlab tura olaman. Aytishadi-yu, Alloh kechiradi, asablar kechirmaydi deb. Hammaga aytarim, asablarni asrash kerak ekan odam, asab odamni kechirmas ekan, Alloh kechirar ekan. Malades. Odamlarga biror narsa degiz keladimi? Ko'pchilik bizga kelmaguncha, kelib qatnashib ko'rmaguncha sog'likni dori-darmonsiz tiklash mumkin desa, ishonolmaydi-da. Yo'q, bo'lar ekan. 100% ga bo'lar ekan. Dori-darmonsiz tiklashning iloji bor ekan. Bor ekan. Men o'zim ham boshida ishonmaganman. Kelaychi deb ikkilanish bilan kelganman. Uncha ishonch bilan kelmaganman to'g'risida. Keldim, birinchi kun qatnashdim. Menda уже anaqa uyg'ondi. Bo'lar ekan degan ishonch uyg'ondi.
bo'ldi mana keldim 15-kunga Natijani alhamdulillah ko'rdingiz. natijani ko'rdim. Pulingizga kuyib qolmadingizmi? Yo'q Malades. kuyib qolmadim. Malades.